Bunu tanlayapsan. Bo'lsin. To'g'ri. Tepadagini oling. U ham kerak emas ha. Yo'q, yo'q. Ana o'sha xato bo'lyapti. Mana qarang, qana kaltacha. Mana bu ikkita kerak emas. Mana bunda olib tashlayman. Ha, mang. Ko'rdingizmi? Kaltakchalar qanaqa ishlaydigan? Bular olinadi, bular qolmaydi. Prosta soyabon uchun o'smaydigan kaltak kerak bizga. Ha. Yo'q, mana bu holatda olmang bu holatda. Sekator ketdi-da. Yana bundan oling. Sonra ketdi. Ha, ichkini ham, ichkarigini ham. Bo'ldi. Bu ko'rgan ko'zga toza bo'lib qoldi-yu, toza emas. Mana buni o'zi eplab oladi. 3 kunda ko'tarib oladi. Hozir salqin. Hozirgi sanamiz 2026-yil. Chisla 27-aprel. Hali bizga juda ham yosh o'suvchilarimiz ishlaydigan nodalarimiz kuchli. Sindirmay oling. Tagiga ko'sa qoldimi 3-4 bo'lib ko'taradi. Mazada. Mana buni olasiz. Mo'mi? Ha, yo'q, bu ham ketadi. Ha, o'sha ham ketadi, bu ham ketadi. Buni qilmoqchi edim-da. Yo'q, uni olmang. Ana endi to'g'ri oldingiz. Yonda zamin bor. Bizga kelajakka mana ishlaydigan lider davomiyligi. Ha. İşlerin 5. Yo'q, mana ular ichki shoxlar. Ay yashang, ana. Ha, yashang. Ana o'shani pastga kiring, qanaqa qalinlik bor. Mana ham kerak. Yo'q, uyima mana qarang. Mana qarang. Ketdi. Mana ichki shoxlar, xalaqit beradiganlar, mana. Ular ketadi. Hozircha Qarshimizda turgan donat shaftoli bo'lib, bu Farg'ona viloyati Rishton tumanida e'tibor beramiz. Qanaqa go'zal pishyapti. Bugungi sanamiz 2026-yil 21-iyun. Keyingi yildagi ishlovlarimiz qanot kaltaklar bilan ishlashdik. Mana tepadagi ko'rsatkichlar. Soya tomonda qanaqa bo'lyapti? Mana farqini o'zingiz ajratib olasiz. Quyosh tomonda qanaqa bo'lishligini mana har tomonlama soyani ko'rsata olamiz. Quyosh batamom tegib turgan joylarini sizga misol qilib ko'rsatamiz. Rangi qanaqa qop-qora. Muhimi bizda ishonch. Ishonchga suyansangiz maqsadga erishasiz. Bo'laveradi so'zi, u sizni uzoqqa olib bormaydi.